Hammalaringni bugungi so'nggi tadbir bilan chin yurakdan tabrik bilan birgalikda bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Assalom ona yurt tonglar ulkasi, ta'rif tavsifingni yo'q nihoyasi, senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq, bu o'zbek elining zo'r madhiyasi. Kelibsiz. To'ray va Nodira maktab va maktabgacha ta'lim bo'limidan vakilimiz, xush kelibsiz. Norin tuman Shohidon mahalla fuqarolar yig'ini raisi Mayramxon Ismanova, xush kelibsiz. Aziz mehmonlar, aziz bitiruvchilar, sizlarni tabriklash uchun mehmonlarimizdan so'zni Norin tuman hokimligidan vakilimiz, Norin tuman 1-son texnikum direktori Dilmurod Daminovga beramiz. Marhamat. Hamda hurmatli bitiruvchilar, siz azizlarga davlatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tabrigi hamda murojaatnomasi bilan hurmatli Daminov Dilmurod akaga iltimos qilamiz, tanishtirib qo'yadilar. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli aziz ustozlar, hurmatli mehmonlar, aziz yoshlarimiz. Mana bugun respublikamizda ta'kidlab o'tildi, barcha maktablarimizda bugungi oxirgi qo'ng'iroq tadbirlari tashkil etilyapti. Shu munosabat bilan tumanimizdagi barcha maktablarga hokimligimizni vakillari yuborilgan. Avvalambor o'sha hokimimizni bugungi tadbirga tabriklarni yetkazdirish, siz bitiruvchilarga, azizlarga, yoshlarga mana yana kuch-quvvat yaratilgan sharoitlardan ozgina tanishtirib, mana maktabni bitirganmiz. Shu joyda do'stlarimiz bilan, o'rtoqlarimiz bilan turganmiz. Mana 1-sinf yoshlarimiz turibdi, mana yoshlar 4-sinf bo'lsa kerak bular. Shular qatori 1-sinfga ota-onamiz yetalab olib kelgan qo'limizdan esimdan chiqmaydi. Birinchi kechki kun o'qish kuniga 1-sentyabrda olib kelgan kunlari. Mana shu dargohda o'qidik. Shu yerda 9 yil nima hunar qilsak qildik. Mana bugun shunday yutuqlarga erishishimizga, shu xalqimizga, yurtimizga xizmat qilishimizga birinchi poydevorlarni mana shu joyda shu ustozlarimizdan, mana shu yerdagi o'qitgan mana shu dargohimizdan olganmiz. Albatta fundamentni, poydevorni nima deyman, boshida men mana shu ustozlarimizga boshim yerga tekkincha ta'zim qilaman, hurmatli o'rtoqlar, hurmatli yoshlar. Shaydan chiqib yomon bo'lmadik mana.